Coca-Cola aslida dori bo'lishi kerak edi. Mikroto'lqinli pech esa radar texnologiyasi tufayli kashf qilingan. Eng mashhur ixtirolar qanday tasodifan yaratilganligini bilasizmi? Menga obuna bo'lishni unutmang va ushbu videoga like bosing. Hozir men sizga eng qiziq faktlarni aytib beraman. 1886-yilda farmatsevt Jon Pemberton bosh og'rig'iga qarshi sirop yaratgan, lekin tasodifan gazlangan suv bilan aralashtirib yuborgan. Natijada Coca-Cola paydo bo'lgan. Muhandis Percy Spencer radar tizimlari ustida ishlayotganida cho'ntagidagi shokolad erib ketganini payqadi. Keyin esa mikroto'lqinlarning ovqatni pishirishini tushundi va mikroto'lqinli pech ixtiro qilindi. Vilhelm Rentgen elektr toklari bilan tajriba o'tkazayotganida qorong'i xonada g'alati nurlar paydo bo'ldi. U qo'lini oldiga qo'yganda suyaklari ko'rinib qoldi. Shu tariqa bugungi rentgen apparati ixtiro qilindi. Ko'rib turganingizdek, ba'zi buyuk ixtirolar tasodif natijasida paydo bo'lgan. Qaysi biri sizni hayratga soldi? Izohlarda yozib qoldiring.